Barchaga salom do'stlar. Bugun biz ChatGPT bilan bellashuv o'tkazamiz. Qani ko'ramiz oxirida kim yutar ekan do'stlar. Xullas ChatGPTga salom ChatGPT. Bugun men vs sen, ya'ni xullas ChatGPT. Bugun bellashuvimiz boshlanadi. Vazifalar turli xil bo'ladi. Sen tayyormisan deb ChatGPTga yubordim do'stlar. Xo'p, assalomu alaykum. Albatta tayyorman. Bugun sen vs ChatGPT bellashuvi boshlansin. Qoidalar oddiy. Sen vazifa berasan, men unga qadar vazifa beraman deb o'ziga o'zi narsalar to'qiyapti, lekin meni shartlarim bugun o'ta qiziqarli va ChatGPTni butunlay video davomida o'zingiz ko'rasiz do'stlar. Round 1. Xullas do'stlar, bizda birinchi shartimiz esa she'r yozish. Ya'ni ChatGPTga men randomli biror raqam tanla dedim. U qanday raqam tanlasin? Zo'r deyapti. 17 raqamni tanlabdi. Bu raqam nimani bildiradi deyapti. Sim tushdi. What? Bro, what are you talking about, man? Afsuski ChatGPTning omadi kelmadi, ya'ni unga sim tushdi do'stlar. 17-raqam orasida sim bor edi. Qolgan raqamlar orasida ham sim bor edi. Ba'zida ayyorlik qilib yutish ham to'g'ri do'stlar, chunki ChatGPTni biz bugun yutishimiz kerak. Xo'p do'stlar, endi buni ChatGPTga yuborib ko'ramiz. Nima derkan? Qabul. Sim haqida she'r. Bir ingichka sim, ammo yukun ko'tarar. U orqali olam bir-birini topar. Ba'zida nur olib, ba'zida ovoz, ko'rinmas mehnati bilan yashnar har yoz. Sukutda xizmat qilar tun u kun. Bog'lar uzoq yo'llarni bir zum, kichkina ko'rinsa ham qadri baland, sim bor joyda aloqa bo'lar mustahkam, ravon va grant. Birinchi shart bajarildi. Endi navbatdagi vazifani ber, tayyorman. Qofiyani moslashga harakat qilib yozgan. Yaxshi, mayli. Endi mening navbatim do'stlar va men endi 7-raqamni tanladim. Endi tushundim. Demak, bu haqiqiy battle ekan. Sen ham men kabi tasodifiy mavzuda she'r aytasan. ChatGPTning miyasiga endi yetib bordi do'stlar. ChatGPT asta-sekin menimcha, xo'p, mayli, men sen uchun tasodifiy mavzu tanlayman. 7-raqamga yomg'ir tushdi. Endi navbat senda. Yomg'ir mavzusida she'r ayt. Xo'p do'stlar, endi biz ham yomg'ir haqida she'r yozishimiz kerak. Osmonlarda yomg'ir mayin tushadi. G'amgin ko'zlar negadur xayollarni so'radi. Negadur mahzunman, qalbim ham notinch. Yuragimda negadur faqat shu o'tinch. Voy, yomon emas, she'ringda kayfiyat bor. His-tuyg'u sezildi. Ayniqsa, osmonlarda yomg'ir mayin tushadi. G'amgin ko'zlar negadur xayollarni so'radi. Menimcha birinchi raundda ikkalamiz ham yaxshi qatnashdik. Hisob hozircha 1-1 durrang. Today I'm the age you were when you left. Xo'p, mayli do'stlar, bizda esa ikkinchi raund reklama. Round 2. Ya'ni biror bir o'ylab topilgan brendimizga reklama ishlab chiqaramiz. Kimning reklamasi zo'r chiqsa, haqqoniylik sifatida uni o'zing baholaysan. Sen ham o'yinchi, ham bu o'yinda hakamsan, tayyormisan dedim. Chunki ChatGPTni o'zini yutqazganiga o'zini ishontirishimiz kerak. Shu uchun shunday qildim, hakam deb ta'minladim. Qabul, men bu safar iloji boricha xolis baholayman. Agar sening reklamang kuchliroq chiqsa, g'olib sen. Xo'p, ikkinchi raund reklama. Meni o'ylab topilgan brend Lumora. Har doim yoningdagi aqlli chiroq. Reklama. Qorong'ulikni la'natlash o'rniga uni yoritish vaqti keldi. Kechasi kitob o'qiyapsizmi? Ishlayapsizmi? Shunchaki xonangizdagi iliq muhit kerakmi? Lumora sizga moslashadigan aqlli chiroq. Bu bir tegish bilan yorug'likni kayfiyatingizga moslaydi. Lumora yorug'lik ham sizni tushunadi. Lumora hayotingizni yorqinroq qiling. Yaxshi kreativ brend. Bizda esa do'stlar Mustia. Hayot qiyin, ish qiyin, internet sekin, lekin bitta narsa o'zgarmaydi. Mustia. Ichsangiz chanqog'ingiz bosiladi, kayfiyatingiz esa ko'tariladi. Bilamizki, odam tanasining katta qismi suvdan iborat. Shu sababli biz aynan siz uchun Mustiani taklif qilamiz. Vitaminlarga boy A, B, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, Y, Z va hokazo mineral va vitaminlarni o'z ichiga olgan tabiiy hamda foydali ichimlik. Chunki suv ichish kerak. Nice.
Hop do'stlar, endi buni ChatGPTga boramiz. Do'stlar, va siz ushbu videoga like va kanalimizga obuna bo'lgan holda bizni qo'llab-quvvatlashingiz mumkin do'stlar. Kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring do'stlar. Biz esa davom etamiz. Oxiri zo'r chiqdi, chunki suv ichish kerak. Bu reklamaning eng esda qoladigan joyi bo'ldi. Endi xolis baholayman. Meni reklamam Lumora kuchli tomonlari, brend nomi, mahsulotlar xullas 8 u 8 qo'yibdi o'ziga. Undan sening reklamang Nus Tustiya kuchli tomonlari boshidan diqqatni tortadi. Hazil va reklama uyg'unlashgan, oxirida burilish kulgili va esda qoladi. Reklama videoga aylantirilsa odamlar oxirigacha ko'rishi mumkin. Kamchiligida A'dan Zgacha vitaminlar yo'q deyapti. Balkim bo'lishi mumkin. Baho 9.3 sen ikkinchi raund g'olibim men bo'libman do'stlar. Bizda 3-raund va 3-raund hazil. Round 3. Ushbu raundda biz hazil aytamiz. Kimniki kulgili va bachkana chiqmasa, o'sha g'olib bo'ladi. Birinchi bo'lib sen boshla deb ChatGPTga bordim. Qanday hazil aytish mumkin? Qabul. Bu safar bachkana emas, yengil va kulgili hazil aytaman. 3-raund hazil. Ustoz, nega kech qolding? O'quvchi, yo'lda sekin yuring, maktab degan yozuvni ko'rdim. Xo'sh, yozuvga amal qilib sekin-sekin keldim. Endi navbat senda. Juda ham kulgili. ChatGPT. Oldin umuman bunaqa kulmaganman. Endi navbat senda deyapti. Unda hazilni eshit. Bir baliq cho'milishga borib cho'kib ketibdi. Yaxshi ekan, bir baliq cho'milishga borib cho'kib ketibdi. Hazilning kulgili shundanki, baliqning o'zi suvda yashaydi. Xullas do'stlar, ChatGPT bilan bugungi bahsimiz do'stlar o'z nihoyasiga yetmoqda. 3-raundda kim yutganligini kommentariyada yozib qoldiring. Xolis baholab yozib qoldirishingiz mumkin do'stlar. Videoga like va kanalimizga obuna tugmasini bosib qo'ying do'stlar va buning davomini chiqishini istasangiz kommentariyalarda yozib qoldiring do'stlar. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.